Uchinchi variant 41-savol. DNKda jami 400 ta nukleotid bor. Ikkita zanjirga 200 tadan bo'ladi. 400 dan 2 ni ayirsak 398 ta fosfofil bog' bo'ladi. Vodor bog' noma'lum, efir bog' bilan glikozid bog' 400 tadan bo'ladi. Nukleotid nechta bo'lsa, shuncha efir, shuncha glikozid bog' bo'ladi. Umumiy bog'larning yig'indisi vodor bog'lardan 3,496 marta ko'p ekan. X vodor bog' umumiy bog'ga vodor bog' ham kiradi. Plus 398 ta fosfofil bog' plus 400 ta efir bog'i plus 400 ta glikozid bog' bo'ladi. X'imiz bu vodorod bog' bo'ladi. Bo'lsak 3,496 bo'lgan. X plus 398 plus 400 teng 3,496 x ga ko'paytsak 3,496 x bo'ladi. Bu uchalasi yig'indisi 1198 bo'ladi. Bu x plus edi, qarama-qarshi tomonga minus o'tadi. X'imiz 2,496 x bo'ladi. 1198 da 2,496 ga bo'lsak, x teng 480 ta vodor bog' bo'lar ekan. Vodor bog'dan nukleotid ayirsak, guanin chiqadi. 480 ta vodor bog' bor edi. Nukleotidimiz 400 edi. Ayirsak, guanin 80 ekan. 80 ta guanin bo'lsa, o'zi bitta zanjirda 200 ta bo'lsa, adenga 120 qoladi. Timin ham 120, sitozin 80 bo'ladi. Javobda aytilyapti, vodor bog'lar soni glikozid bog'lardan nechta ko'p? Vodor bog'lar 480 ta bo'lsa, glikozid bog'lar 400 ta bo'lsa, 80 taga ko'p bo'ladi. B javobda adenlar soni efir bog'lardan nechta ekan? Aden 120 ta, efir bog'i 400 ta bo'lsa, 400 dan 120 ayirsak, 280 taga kam bo'ladi. C javobda timin sitozin farqi. Timin 120, sitozin 80. Ayirsak 40 taga bo'ladi farqi.